Matiz ishqibozlari bormi? Biz Delfin Svet holatlari zo'r turibdi amali. Bitta ko'raylikchi, ochaylikchi. Injektiv. Metan ha bu? Metan. Metani ham bor aka, qani? Metani ham bor ekan. Kerak bo'lsa, qish kunida qayerda metan topasiz? Yili necha aka buni? Assalomu alaykum yana. 2009. Yurganichi? 430 ming yurgan ekan. Ammo holati cho'tki turibdi, chexollari bor, poliglari bor. Mashina holati zo'r turibdi amali. Qani orqa tomonlari ham zo'r. Balonlari bor, gaz balonlari. Kraskasi qatida? Kraskasi asli bo'lgan ekan. Asli bo'lgan, ha? Qarang, o'rta mashinasi, o'zi haydab yurgan mashinasi. Foydalanish bas, tirikchilik bas. Yo'q. O'zidan. Hop. Hujjatda muammo bo'lmaydi. Xolasi generalni, xolasi оформление qilib beriladi. Hop. Narxi aka 2,5 mingdan ozgina o'tib beramiz. Ozgina o'tib beramiz. Ochig'i o'zim baholadim hozir mashinani. 2,5 mingdan ozgina o'tib bersak, zo'r bo'ladi. 2,5 mingga akalar qayerda bor Matiz? Aka kecha menimcha 2600 ga sotildi. Qana holatligini bilmadim, lekin 2,5 mingga Matiz hali ko'rmadim ochig'i. 2,5 mingga zo'r narx. Aka meni uchun olsin, meni uchun olsin. Ozgina avval bo'lsa picha o'tib beramiz. Adbatida ishi bormi? Hadovoy, padovoy barobatlarida? Minib ko'rsam, hadovoyda ishi bor deyapti, ochig'i bilmayman, lekin hadovoyda ishi yo'q emas albatta. Mana ideal emas. Minib yursa bo'laveradi. Lekin ko'rgan narsam balonni almashtirib olish kerak. Bo'ldi. Balonni almashtirib olasizlar agar nima qilsalaringiz. Galolyot bo'lmasa yursa bo'laveradi. Qor yog'masa yursa bo'laveradi. Akalar qiziqqanlar bo'lsa kelmay keyin. Yurib turgan mashina xullas. Yaxshilayapti aka. Eshitib ko'rdilaring. Nomer nechi? 93lik 353 0093. Aka xullas barter, variant yo'q ha xullas. Naqd pulga. Gaplashamiz, kelib ko'rsin. Kelib ko'ringlar. Aka omalayliginaqa bekorchilar telefon qilib olib, 1000 so'mga berasizmi, 1,5 ga berasizmi deb o'tirmanglar. Aka zo'r narx qo'yib qo'ydi, 2,5 ming. Kelib ko'rib ustida dogovor qilaverasizlar. 93lik 353 0093.